Gül bulur bostan güzel dildar değil. Ya Rab bize asla Gülüm atrini sağ. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mahalla telekanalining O'shal damlar nomli musiqali ko'rsatuvining navbatdagi soniga sizlarni taklif etamiz. Xush kelibsiz. Ra'no opa, o'shal damlar ne xotiralarni esga soluvchi manzil. Bugun mana shunday xotiralar bilan o'rtoqlashish maqsadida ustozimizni bosib o'tgan yo'llari haqida gapirish maqsadida u kishini bilan yelkadosh bo'lgan ustozlarimiz fanimizni, elimizni iqtisodiyotiga hissa qo'shgan aziz insonlar tashrif buyurishibdi. Qolaversa mana farzandlari, ustozimizni shogirdlari dovon oshib kelishibdi. Xush kelibsizlar. Amusur surxonim, nasibekanım, biminnet vicdanım, gözümün anım. Gördüm yüzünü divana buldum. Akli kuşundan begana buldum. El balvanı, Osman Celaleddin men. Şahının oğlu Sultan Celaleddin men. O'ylaymanki, ikkilanmasdan aytishimiz mumkin, Bobomurod aka o'zbek san'atimizning afsonasi deb hisoblanadi. Nafaqat o'zbek san'atini, o'zi qo'shiq chegara, makon, Bilmaydi. zamon bilmas ekan. Ustozimiz tufayli o'zbek san'ati dunyo kezdi. Dunyoning eng mashhur san'atkorlari, kino yulduzlari ham bu kishining ijrolariga tan berdi. Tan bermasdan iloji yo'q darajada ustoz ijod qildilar. जापानी ये पदलून इंग्लिस्तानी सर पे लाई टोपी रूसी फिर भी दिल के हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पदलून इंग्लिस्तानी सर पे लाई टोपी रूसी फिर भी दिल के हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी अगर तो सागर तो मझधार में हो मझधार में तेरे दिल की कश्ती की पतवार में हो पतवार में हो चले गए अकेले ना तुमसे ये नहीं या ना तुमसे ये नहीं या दम दम दिगा दिगा मौसम बिगा बिगा बिन पिए में तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह दम दम दिगा दिगा मौसम बिगा बिगा बिन पिए में तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह Hintlar tan berganini o'zim ko'zim bilan shu Hindistonga borganda ko'rganman. Oyoqlarini tavob qilib. Shu hintlar yo'lda, ko'chada borsa ham, yo'lda yursa ham, qayerda yursin ustoz qo'lini cho'zib hint ohangini shuda bir deganda 500-600 odam yig'ilib qolardi.
Keyin Ko'chalardami? Ko'chalarda yuradi. ko'chalarda, poyezdda boramizmi, samolyotda ketamizmi, ko'chada yuramizmi? Ustoz endi shunday inson edi, bir qiziq shu hindcha shu bir nola qilib qo'lini shu bir yoyada hamma endi hind xalqi san'atga berilgan xalq, o'zi bilasizlar-ku. Ahmadjon aka, ustoz qay darajada hind tilini bilardilar? Bilayotgan qo'shiqlarini ma'nosini Tushunarli. U shu. Haqiqatdan ma'nosini bilmasdan ustoz qo'shiqlarni aytmasdi. Tagiga yetib hammasini ma'nosini mag'zini chaqqandan keyin aytgan ustoz. Agar birinchi ustozim Komiljon Otaniyozov bo'lsalar, Mukesh va Muhammad Rafilarni ham ustozlarim deb bilaman. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, sadoqatli muxlislar. Qiziqarli voqealardan ko'p bo'lgan. Bir kun men so'radimki, Momurod aka, Hindistonda Mukesh yaxshimi, yo Muhammad Rafi yaxshimi, yo Mahendra Kapur yaxshimi, yo Lata Mangeshkarmi, G'ulom Ali yaxshimi, qaysi biri yaxshi desam agar bular bir-biridan yaxshi dedilar. Agar bu kishi tojikcha qo'shiq o'qiganlarida Tojikistonda shunday qo'shiqchi topilmaydi. Turkmancha o'qiganlarida Turkmanistonda shunday qo'shiqchi yo'q. Agar afg'oncha o'qiganlarida Afg'onistonda yo'q bunday qo'shiqchi. من بدی داری گلم با چشم گریان آمدم با چشم گریان آمدم من بدی داری گلم که با دلی زار آمدم که با دلی زار آمدم. Ko'pchilik xonandalar o'zlarining repertuariga shu xorijiy mamlakatlar qo'shiqlarini kiritishadi. Eroncha, tojikcha aytaylik, afg'oncha, pashto tilida aytaylik, hindcha, urducha. Lekin men Hindistonda Momurod akani kuylagan qo'shiqlariga haqiqatda bir muxlis bo'lib, o'shani tinglab, demak, o'sha qo'shiqlarni e'tiborga olib, e'tirof etgan hindlarni ko'rganman. Nafaqat o'zimizdagilar, lekin o'sha paytlarda biz har kun 1 soatdan Hindistonga eshittirib bersak, Hindistondan juda ko'plab xatlar olardik. Ya'ni bir narsa borki, o'sha paytda maxsus xatlar bilan ishlovchi muharrirlarimiz bo'lishardi. Endi bu tasavvur qiling, O'zbekistondan minglab kilometr narida bir qishloqda, oddiy qishloqda yashab turgan hind oilasi Momurod aka ijrosida qo'shiq so'rashlari biz uchun juda faxrli edi. Shuning uchun biz iloji boricha o'sha har kungi dasturlarimizda Momurod aka kuylagan qo'shiqlar berishga harakat qilardik. Shuningdek, u kishini repertuari bo'lishini istardik. Endi ayni kunga qadar bir 10 ga yaqingina qo'shiqlar saqlanib qolgan, lekin kuylagan qo'shiqlari 50 dan ortiq hindi tilida. Hammasi o'ta ma'noli, mazmunli. Yana bir narsa aytishim kerak, o'sha davrda yurtimizda bo'lgan hindlar, hindistonliklar yoki masalan tahsil olgan hindistonliklar haligacha masalan o'sha paytdagi konsulni yoki bo'lmasam biror o'qituvchisini eslolmas, lekin Momurod aka hamdan albatta eslashadi. Mana hozirgacha bizlar bilan aloqada bo'lamiz, tez-tez yodga olib turishadi. Ahmadjon aka, shu guvohmiz shu gaplaringizga. Chakraborti kelganda konsertni xalqlar do'stligida 2010-yil 28-chi ustozni so'radi. Ha, albatta. Momurod Hamdamov bilan ko'rishsak bo'ladimi deb, o'sha Ahmadjon akam keyin ustoz bilan bog'landilar.
Yana bir muhim narsani aytaman, kechirasiz. Aha. Demak, ayni kunda Hindistonning bosh vaziri bo'lgan Narendra Modi janoblari ham bizning Toshkent radiosini eshitib, Bomurda kuylagan qo'shiqlar kuylaganini aytganlar. Bundan tashqari, vitse-prezident Ahmad Sohib kelganda ham u kishi ham o'zlarining intervyularida albatta buni ta'kidlab o'tganlar. Biz uchun faxr bu. Ko'pchilik bilmaydi. Shunchalik hindcha qo'shiq aytib qo'yibdi deydi. Yo'q. Hindistonliklar o'zi tan berganligi biz uchun katta faxr va iftixor. Aziz do'stlar, hurmatli ustozlar, shogirdlari butun respublikamiz bo'ylab, nafaqat O'zbekiston Respublikasida, umuman O'rta Osiyo respublikalarida u kishini juda ko'plab shogirdlari bor. Shu jumladan yoshlarimiz sevib tinglaydigan yo'nalishda, adamiz yo'nalishida ijod qilayotgan Bahrom Nazarov ham men hozir eshitdim ustozi shogirdlaridan. Sağınat o kaşlarını, aksadıptın dişlerini. O sağınat o kaşlarını, aksadıptın dişlerini. Bomurod Hamdamovning 18 tilda 120 ta qo'shiq kuylaganlari haqida o'qib qoldim. Bizda yana bir ma'lumot bor. Ularni Devona bo'ldim nomli qo'shig'ini boshqa millat xonandalari sof o'zbek tilida qayta kuylashgan ekan. Demak, u kishining beqiyos san'ati dunyoni ham o'ziga maftun qilgan bo'lsa, ne ajab. Gördüm yüzünü, divana buldum. Aklı yoksundan begana buldum. Gördüm yüzünü, divana buldum. Aklım uşumdan begana buldum. Gördüm yüzünü, divana buldum. Aklım uşumdan begona buldum. Gördüm yüzünü divana buldum. Aklım uşumdan begona buldum. Gördüm yüzünü divana buldum. Aklım begona buldum. Ben Bomurdaga hazil qiladigan, yoshi katta bo'lsa ham hazil qiladigan va meni hazilimni ko'tarardi. Bomurdaga siz qaysi tilda qo'shiq aytmang, sizni bir xarakterli, bir o'zingizga xos sezgingiz, chizgingiz bor. Nima desam, turkmancha aytadilarmi, hindcha aytadilarmi, afg'onchami, tojikchami, qaysi tilda bo'lishidan qat'iy nazar, hindcha tomizg'i qo'shmasangiz, ko'nglingiz joyiga tushmaydi, to'g'rimi dedim. To'g'ri aytding dedi. Sababi birinchi so'raganda seni qo'shig'ing bormi desam, qanaqa qo'shiq aytsan, indiyskiy aytaman deganlarini eslatib va buni xotirada ham kiritganmiz. Shuning uchun meni qalbimga, ruhiyatimga shu singan. San'atga kirib kelishimga ana shu ohang ham sabab bo'lgan va qaysi tilda qo'shiq aytsam ham bitta tomizg'isi, tomchisi bo'ladi albatta. Hindcha bo'ladi. Mehri Jimal, mana qarang, mehriboningdan hammasida hindcha ohangni beradi. U turkmancha aytsa ham, o'zbekcha aytsa ham shu ohang bor. Bu tashrif qog'oziga aylangan, buni san'atshunoslar tili bilan aytsak, ijro manierasida ana shu xususiyat bor. Albatta shuni aytadi. Her görümde men oğrayım baktın. Her görümde sen oğrayım baktın. Her görümde men oğrayım baktın. Her görümde sen oğrayım baktın. Şey dipmeli o da yaktın la hey. Mehri cemal. Oh, mehri cemal. Mehribanım, mehri cemal. Oh, mehri cemal, mehribanım, mehri cemal. Hind sozlariga Bomurdakada qiziqish juda katta edilar.
safarlarimdan birida shu menga setor olib kelib bersangiz deb iltimos qildilar. 1983 yildagi safarim chog'ida setor olib kelib u kishiga sovg'a qildim. Keyin harmoniyam degan yana bir soz bo'lgan, u sozni ham keyinchalik keyingi safarimda borganda olib kelib berdim. Ishqilib sozlarga ham juda qiziqishlari katta edi. Endi Bobomurod akamning bitta xislatlarini aytib o'tay. Bobomurod akam o'zidan yosh yoki xalqqa tanilib kelayotgan san'atkorlarga nisbatan juda mehrli edilar. Mana shu o'zlarining tabassumlari bo'lardi. Ko'p davralarda o'tirib, palonchi qo'shiqchi chiqibdi, u yengisi chiqibdi, palon ashulani aytibdi deb maslahatlashganimizda hech qachon yomon fikr bildirmasdilar. Har doim yaxshi bo'ladi shu ham, yaxshi aytar ekan, shuni kelajagi bor ekan deb shunga baho berardilar. Bu darg'a san'atkorlarni eng yaxshi fazilatlaridan bittasi. Mana shu fazilat Bobomurodga bor edi. Dilbar mana aylab jafoga nazanib güledi, ya yıkılıp zevki safaga nazanib güledi. Ben ustozimning yoniga ham sozanda ham shogird bo'lib kelgandan keyin ustoz shu Toshkentdagi hovlilarda, uylarida ovoz yozish studiyasini tashkil qildilar. Shu ovoz yozish studiyasini o'rganish uchun bizani mana Shamsiddin akam boshchiligida zo'r bir studiyaga olib borib shogirdlikka topshirdilar. Biz shu yerda Shamsiddin akam bilan shu ovoz yozish sirlarini o'rgandik. Ko'p bir yaxshi qo'shiqlarni yozdik. Bizning yanimizda mana yana bir o'rtog'imiz Ruslonbek O'razov, Shamsiddin akam uchalamiz birga shu yerda hovlida yashab, ham ustozni qo'shiqlarini yozib, biza musiqiy sayqallarni qilib, aranjirovka deydi, shularni qilib ustozga yana bir boshqacha bir kuylar, qo'shiqlar kelib boshladi. Shu biza shu o'tirgan paytda ustoz kelib rubobni olib, bolalar bir hozirgi yoshlar nimani eshityapti, qanaqa usulda, qanaqa janrda qo'shiqlarni eshityapti, mana bir usul qo'yib beringlar dedi. Shu usullar to'g'rilab men hozir kuy chiqaraman. Oldida she'r kitoblar turadi. Shijoatli bir zo'r inson edilar. Güzel bağına çemen zarım, sen bulmasan köp kırmızı nazarım, sen bulmasan Güzel bağım çemen zarım sen bulmasan, köp kırmızı lale zarım sen bulmasan, köp kırmızı lale zarım sen bulmasan, nazlı canım sever yarım sen bulmasan, meşrepteyin divanemen sen bulmasan, bu gülzarda biganemen sen bulmasan, sen bulmasan, sen bulmasan, sen bulmasan, bu gülzarda biganemen sen bulmasan, meşrepteyin divanemen sen bulmasan. Çarağandır durdanasan, Kuyaş kebi tavlanasan, yanasan, Xanadan da parlap durgan nurxanasan, Meşrepteyin divanemen sen bulmasan, Bu gülzarda biganemen sen bulmasan,
bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang. Kechalari uyqum kelmay to'lg'anaman, tong saharda sahar chog'i uyg'onaman, sog'inaman, o'rtanaman, ham yonaman, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang. Sen bo'lmasang bana o'zga janon kerakmas, na boylig'u oltin kumush zar ham kerakmas, odob ro'yu shuhrat bilan shon ham kerakmas, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang. Yoldaş kurban hem şadan senin bilen, dastan yazıp koşup güler senin bilen, mübarek baş şadan toylar senin bilen, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, ey sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang. Qo'shiqni sevadigan san'atkor bor. Qo'shiqni yaratadigan san'atkor bor. Bobomurod Hamdamovda ikkalasi ham bor. U ko'zini ochdimi, qo'shiq bilan uyg'onadi. U yotgan joyida xirgoyi bilan uyg'onadi. Repertuar xonandanimi, san'atkorning qiyofasi deb aytaman-da. Bobomurod Hamdamovning repertuaridan tushib qoladigan qo'shiq yo'q. Gel örgiley gülüm ruhi canımla, gel örgiley gülüm ruhi canımla, nege hal sormasan yarey mehribanımla, nege hal sormasan yarey mehribanımla, mehribanımla, mehribanımla. Yillar o'tar, davrlar o'tar, lekin bu qo'shiqlar yangilanib boraveradi. Yangi avlod eshitib yana hayratga tushaveradi deb o'ylayman. Qanchalar qarang, shunday bir san'at maktabini yaratdilarki, hali bu 10dan birimi, 1000dan biri.
shogirdlar juda ko'pchilik. Faqat ustozimning qo'shig'ini aytaman. Karim aka shundaymi? Havo. Tekrar tekrar bu kim ekan? Kim ekan? So'raverib tekrar tekrar bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim? Uzoqdan bir pari kelar. Bu kim ekan? Hamma yuziga telmular. Bu kim ekan? Kim ekan? Nazar salgan edim menam oy yuziga. Charoz ko'zi qunib turgan bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Uzoqdan bir pari gelir bu kim ekan? Hamma yuziga telmular bu kim ekan? Hamma yuziga telmular bu kim ekan? Nazar salgan edim menam o yuziga. Charoz ko'zi kulib turgan bu kim ekan? Charoz ko'zi kulib turgan bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? O'xshashi yo'q hech sanamda malak simon. Güya sehrlab qo'yguchi bir malqon. O'xshashi yo'q hech sanamda malak simon. Güya sehrlab qo'yguchi bir malqon. Suzilganda nodila jodu ko'zlari. Şu an ajalsiz öldürer bu kim ekan? Şu an ajalsiz öldürer bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Baksam gözüm toymaz husni perdasıdan. Aceblenir men aşıkı şeydasıdan. Baksam gözüm toymaz husni perdasıdan. Aceblenir men aşıkı şeydasıdan. Yanginemden ötüp getir labin buri. Lebler bol ile şeker bu kim ekan? Lebler bol ile şeker bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Nechun parvo qilmas mendek maftuniga? Hijronida ko'yib qolgan majnuniga. Yoki huzurlanarmikin meni o'rtabek. Bilolmadim fe'li qaysar bu kim ekan? Bilolmadim fe'li qaysar bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan?
Kim eken bu kim eken? Kim eken bu kim eken? Belki o bir bakçanın vefadары, fazlaning birden artık sever yarı. Gencezade eylemez men asla bedar. Soray verip tekrar bu kim eken? Kim eken? Soray verip tekrar bu kim eken? Kim eken? Kim eken? Kim eken? Kim eken? Bu kim eken? Kim eken? Bu kim eken? Kim eken? Kim eken? Kim eken? Bu kim eken? Kim eken? Kim eken? Kim eken? Bu kim eken? Kim eken? Bu kim eken? Ustozni telefon qilsam olmaysan degan ashulasini eshitganmiz. Albatta eshitganman. Men bir suhbatda ayani kim u ekan degan ashulalariga shu yoshingizda shu ashulani aytibsiz deb e'tiroz bildirayotganliklarini ham guvohi bo'ldimda. Kim ekanini eshitib kampirim uzoqdan bir parakilar bu kim ekan, hamma yuziga telbirar bu kim ekan deb qo'shiq aytib tursam, hovli supurib yurgan ekan kiratani, chol 70 yoshimda edi bunda. Ey chol, yoshiga qarab qo'shiq ayt. Bundan qo'shiq qo'ydimi kim ekan, kim u deydi men aytdim. Yo'q, shoir yozgan men aytaman men aytdim. Qarang, ustoz zamon bilan tepateng yurdilarda. O'sha qarang, shu yoshlarda ham, shu yoshlarimizga yoqadigan bir qo'shiqlarni izladilar. Hozir Ra'no opa telefon qilsam olmaysan degan qo'shiqni muallifi kelgan she'rga. Orzugul Otash degan. Ustozimiz haqida qancha ko'p gapirsak shuncha oz. Lekin shu bir gapni aytib o'tishni xohlardim. Ustoz o'zlarini hayotlik chog'larida o'zlariga chiroyli haykal qo'yib, o'zlaridan o'chmas nom, hech qachon o'lmaydigan qo'shiqlar yaratdilar va hech qachon ildizi qurimaydigan bog' yaratib ketdilar. Hech qachon qulamaydigan, yiqilmaydigan go'zal bir san'at maktabini yaratib ketdilar. Bu maktabni o'quvchilar kundan kunga ko'payadi, hech qachon kamaymaydi. Men yosh bo'lishimga qaramasdan shu ustoz bilan ijodiy hamkorlik qilganimdan juda ham xursandman. 67 yoshlarida men shu kim ekan degan qo'shiq shunaqa bir xalqimizga hit bo'lgan paytlari ustoz bilan tanishganman. Shunda aytganlarki, taqdir taqozosi bilan uchrashganimizda, "Sen agar shoira qiz bo'lsang, men shu kim ekan degan qo'shiqni aytdim. Shuni menga ikkisini yozib ber. Chunki men uni kimligini topdim. Endi bu siz ekan deb shuni ijro etay. Chunki buni ikkisini ham so'rayapti xalqimiz" deganlarida, "Mayli ustoz, qo'limdan kelgancha yozib beraman" deb aytganimda telefon raqamimni olib telefon qildilar. Endi eshitmay qolganmanmi, bilmadim endi nima bo'lib qolgan. Shu paytda shuni bir siz ekan degan kim ekanni ikkisini aytaman, qanaqadir bir mana shunaqa so'zlarni qo'shgin deb aytaman deb tursalar, telefon qilaverganlar, men ko'tarmaganman telefonni-da. Keyin o'sha siz ekanni iltimos qilaman shu shoira qizga deb xayollariga telefon qilsam olmaysan, telefonni ko'tarmaysan, SMS'im ochmaysan, sevgimga ishonmaysan deb shuni telefonni ko'targanimda shunaqa gap aytib yordilar-da. Alo, telefonni olmaysan, SMS'im ochdingmi? Olmaysan, sen olmaysan, telefon qilsam olmaysan, telefonni ko'tarmaysan, SMS'im ochmaysan, sevgimga ishonmaysan. Sevgilim turg'anasan, otash bo'lib yonasan, ataylab jon onasan, ataylab jon onasan, telefon qilsam olmaysan,
olmaysan, olmaysan, olmaysan, telefonni ko'tarmaysan, SMS'im ochmaysan, sevgimga ishonmaysan, olmaysan sen, olmaysan. Hayron qoldim. Nimaga bunaqa deyaptilar desam, nimaga telefonni ko'tarmaysan? Men senga shu siz kim ekanini ikkisini yozdirmoqchi edim. Endi siznikanni qo'yib turginda tez men bu telefon haqidagi qo'shiqni yozib ber. SMS haqidagi qo'shiqni yozib ber dedilar. Shu bilan, shu ustoz bilan birga shunaqa she'rlar, qo'shiqlar birga yaratdik. Juda ham yaxshi bir odatlari bor edi, hurmat qilaman. Qayerda to'yga borsalar, o'sha qo'shiqni yaralish tarixini aytib, xalqni kuldirib, to'y o'rtasida chiroyli hazil-huzullar qildirib, o'sha yerda men shu she'rni yozgan, men shu qizim Orzugul Otash deb shu o'zlari bilan birga xalqqa tanitib borganlar. Alloh joylarini jannat qilsin ilohim. Faxrlanaman shunaqa buyuk ustozlar bilan ijodiy hamkorlik qilganimdan. Rahmat. Rahmat, xush kelibsiz. Rahmat. Ustozni qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganmiz, hammamiz ham uyimizda faqat ustozning ashulalari. Endi adalarimiz ham Ro'zmat og'amiz bilan birgalikda yonida sostav bo'lib yurganlar. Ro'zmat ham akordionda, sozanda, dadamiz Tanzar aka skripkaga yurganlar. Biz endi nevara shogirdlarimiz Bekzodbek, men, so'ng Ruslanbek, hammamiz uchalamiz birdaniga qo'shilganmiz sostavga 2001da. O'shandan beri men doira chalib yurganman ustoz yonida. Ustoz aytardi, ashulalarni aytishib o'tir, eslab o'tirar. Esimdan chiqqan paytida aytib berasan menga deb. So'ng men ham shu ashulalarni yodlab yurdim. Bir nechalardan keyin so'ng aytdi, endi sen ashulachi bo'lishing kerak deb ashulachi qildi-da endi bizani. Xudo xohlash, rahmat hammangizga. Ustozning yotganlari yaxshi bo'lsin. Asta salom degani şermu hayasıdır bu. Gayil makam degani nazik edasıdır bu. Gayil makam degani nazik edasıdır bu. Asta salom degani nazik edasıdır bu. Hayır makam degani şermu hayasıdır bu. Asta salam degani nazı edasıdır bu. Hayır makam degani şermu hayasıdır bu. Şahlasıdır bu. Yüreğimnin yanganı iki şahlasıdır bu. Zurma koyup karaşar, ruhsarına yaraşar. Görsem gözüm kamaşar, kaddı zibasıdır bu. Görsem gözüm kamaşar, kaddı zibasıdır bu. Koluna kolla bir adı, zavkı safasıdır bu.
beradi, zavqi safosidir bu. Qo'lni qo'lga beradi, zavqi safosidir bu. Şerm-u hayasıdır bu. Ustoz yana bitta asosiy tomonlardan biri ijodda juda sermahsul, serg'ayrat albatta bo'lishiga qaramasdan haligi uyda endi ko'pincha bir kun oldin borganligi uchun uyda ham jim o'tirmasdi-da. Shu uyda meni issiqxonam bor edi. Ana shu yerga ham kirib, shu ekilgan ko'chatlarni ko'rib, gullarni ko'rib, shu bularga ham maslahat berishaverardi. Keyin o'zlari darrov qo'liga asboblarni olib o'zlari qarab ham ketishaverardi, gullarga ham, boshqa shoh ko'chatlarga ham. Juda serg'ayrat, bu tomondan ham shunaqa inson edilar. Qadrdonlari o'tirishibdi. Jonazar aka, Salayev, Faxriddin Hayitboyev, Sherali Rajabov. Halimlik payg'ambarlardan qolgan Remboy aka, Karimboy aka. Bu halimlik deganda ko'p narsani tushunsa bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham halim inson bu. Galib mana Bomurod akamiz ham halim, bir kamtar, oddiy, bir haqsor inson edi. Buningdek insonlar 100 yildan 1000 yilda bir keladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Uni haqqında so'zlasak, bir soatlab gapirsak ham oz. O'rsha kayfiyim degan qo'shishgan, kayfiyim. O'sha kayfiyimga kelib turibdi hozir. Shuni aytdim, bir o'zbekchasini topib bo'lmasmaganda bir shunday bir lazgining kayfiyimini topmasmaganda deb bir qo'shiq aytdim ha. Hali birinchi aytilishi shu yerda. Birinchi aytilishi. Bir eshitinglar qani? Qanaqa chiqar ekan? Ajringizda cheksamamki qancha faniyat aman, jabristamlardan aslo demadim-da tamam. Endi men qasdan aylay desangiz shataman aman. Keling endi lazgi o'ynab hazatamiz. İstesangiz tong atguncha sozatamiz. Keling endi lazgi o'ynab hazatamiz. İstesangiz tong atguncha sozatamiz. Xorazmdan shu 1979-yilda filarmoniya ochildi. Kamoljon Ataniyazov nomidagi filarmoniya. Shundan beri birga ishlab keldik. Bomurod aka bilan yonida 45 yil bo'libdi-da. Shu umrining oxirigacha yonida yurdik. Qancha joylarga bordik, qancha davlatlarga konsert qo'yib, san'atga fidoyi inson edilar. Ilohim shu yotgan yerlari yorug' bo'lsin. Bülbülge altından kapas tutmalım, ana güzel seyri çemen biminler, ana güzel seyri çemen biminler. Bir otaday gap bo'lgan bizga Bomurod akam bilan mana 24 yil bir o'g'ilday bo'lganman, bordi keldi qilganman. Mana Shamsiddin o'g'illari biladi.
borib 2 to'yimni o'tkazganda ustoz necha pul bo'ladi deganimda mana Karimboy Rahmonov ustozimizdan birga borganlar. Yo'q, o'g'lim menga pul kerak emas. Oling desam, yo'q, men pulga kelganim yo'q deb pul olmasdan kelganlar. Oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Men shu insonni yoniga etagidan tutganimga 40 yil bo'ldi mana shu yil. 40 yil. 40 yilda men bu insondan 40 mingdan ziyod o'g'itlarni o'rgandim. Lekin uni odag'iga yetishini hech iloji yo'q. Ustozimiz har doim qalbimizda mangu yashaydi. Ustozning sozlari, ustozning qo'shiqlari, ustozning ovozlari mana shu o'zimiz mana shu ko'm-ko'k osmonimizda baralla uchib yuraveradi. Işitmenin arzımla Dümme günden beter buldum derdiyle Ağlar çektim fırakından hecrinden Ağlar yığılap öter buldum derdiyle Derdiyle, derdiyle ben Derdiyle ben Derdiyle, derdiyle, derdiyle ben Derdiyle ben Maksadıma kaçan yeter men Bu derdinden başım alıp gidermen Özge vatan küter buldu derdinden Derdinden, derdinden ben Derdinden ben Derdinden, derdinden, derdinden ben Derdinden ben koydular adımını Bu devlette hiç kim bilmez adımını Perizadım sen işitkil dadımını Sana da adım aytar buldum Derdinden, derdinden, derdinden ben Derdinden ben Derdinden, derdinden, derdinden ben Derdinden ben
men juda yosh tanidim Bobomurod akamlarni 70-yillar boshlarida. Men hali o'quvchi edim. Shu televizorda Xorazm planini bajarganda, paxta planini bajarganda shunday bir otilib qo'shiq bo'ldiki, osilsam zulpundan dormagan naylar deb shu Komiljon otani yozib qo'shiqlarini aytib, bizda Turkmanistondan kelin bo'lib tushgan yangam bor. Ya bu odam dedi Turkmanistonda juda ham mashhur dedi. Va muhabbatimiz shundan boshlandi desam xato bo'lmaydi. 74-yil u paytda halda do'stlik saroyi qurilmagan. Hozirgi panorama deymiz, san'at saroyida konsertlari bo'lganda gul olib chiqib shu quchoqlashib, qarang 50 yil bo'libdi, ota bola bo'lib qoldik. Bobomurod akam dastlab 79-yil Turkmanistonda xizmat ko'rsatgan artist olganlar. Sharob Rashidovning taklifiga binoan O'zbekistonga kelib 1983-yil bir yo'la O'zbekiston xalq artisti unvonini olganlar. Bu kamdan kam odamlarga nasib qiladigan holat. Yana menda juda ko'p xotiralar borki, avvalambor bu kishining Toshkentdagi uylarida men ko'p bor mehmon bo'lganman. Xontaxta atrofida o'tirib 1 soatlab, 2 soatlab Bobomurod akam bilan gaplashib o'tirar edik. Juda kamtaroq odam edi. Bobomurod akam juda go'zal odam bo'lgan. Bilmadim, ayollar mendan chiroyli gap aytar, Xorazm chevarasida dim xo'shro'y deydi. Dim xo'shro'y juda chiroyli bo'lganlar. Mana boy Ahmadjonim aytib o'tdilar, Karomiddin Qo'chqorov akkordeonda, doirada Hamroqul Odirov, To'laboy Yo'ldoshev keyinroq qo'shildi. Bu endi shunaqa bir ajoyib hazil mazul bilan shunaqa bir konsertlar bo'lar ediki, buni oylab yillar mobaynida biz shuni bir xotirasi bilan, shu bo'lgan konsertlarning xotirasi bilan yashar edik. Yulduz charaqlab turadigan yulduz juda kam bo'ladi. Yonib turgan yulduzlar juda kam bo'ladi. Menda 700 dan ortiq qo'shiqlari bor. O'zlari sovg'a qilgan qo'shiqlari ham bor. Qobilbek, Geldimini eshitdingizmi? Geldimini yo'q, Bobomurod hali eshitmadim. Shunda bitta kaseta berdilar-da, 17 ta qo'shiq bor ekan. Shunaqa bir saxovatli odam edilar. Men siyosatchiman. Men ko'proq siyosat bilan shug'ullanganman. Lekin mana shu yerda ashaddiy muxlislar o'tirgan bo'lsa, men ham sizlarning qatoringizda Bobomurod akamni ashaddiy muxlisiman. Derazemni qaqar bahar, qo'shiq aytib aqar anhar. Derazemni qaqar bahar, qo'shiq aytib aqar anhar, aqar anhar, aqar anhar. Bir visolga dil intizor, intizor, sizni sog'indim, sog'indim. Bir visolga dil intizor, intizor, sizni sog'indim, sog'indim. Dardimni aytaman, shu odamni qo'shig'iga qo'l urganim haqida deb shu yoshligimdan eshitib yurib 2014-yil bel bog'lab uylariga bordim. Shunday buyuk bo'lsalar ham, meni chuqur bilmasalar ham, men u odamga yoshlik qilib bir savol berdim. Hozir shu kecha kunduzda Bobomurod Hamdamov 3-Bobomurod Hamdamov tug'ilgan dedim. Birisi ikkisi qaysi dedi. Birinchisi shu LPS'ni aytgan davrlaringiz. Ikkinchi Bobomurod Hamdamov dedim. Bu Jaloliddin, Sadoqat, o'zimning nomi bu ikkinchi Bobomurod Hamdamov. Uchinchisi nima dedilar? Shunda ustozga nima deyishini bilmasdan ustoz yuziga qarab, balki yoshlik qilgandir biz, shuni ko'targanlarga ham ming rahmat. Poydevor bo'lsin xonadon o'yning, poydevor bo'lmasa devor omonat, omonat devorman. Menga o'xshagan bir ma'lumoti yo'q, menga buni eshitib konsert hech narsa yo'q. Shu bizlar ham ustozga o'xshab faqat endi bu niyat ixlos xolos degan bir gap. Shu diplom ham, kurjog ham, ustoz ham, konservatoriya ham hammasi shu odamni kasetasi bilan bo'lgan narsa. Qisqa gapim shu. Boshqa hech narsa deya olmayman azizlarim. Va'da berdi bir yar menga yolg'on ekan-ku. Va'da berdi bir yar menga yolg'on ekan-ku. Va'dasında durmay yurgan janon ekan-ku. Va'dasında durmay yurgan janon ekan-ku. Soy bo'yida uchrab menga qo'shin qimirdi. Soy bo'yida uchrab menga qo'shin qimirdi. So'rab bilsam elimizga mehmon ekan-ku. So'rab bilsam elimizga mehmon ekan-ku, mehmon ekan-ku.
kelgan burana Mandan battar ish yo'lida sarson ekan-ku Mo'xruxsorini ko'rib qilal parishon Mo'xruxsorini ko'rib qilal parishon Ro'yi zaminda bo'lmagan mezbon ekan-ku Ro'yi zaminda bo'lmagan mezbon ekan-ku Mezbon ekan-ku Ajab buncha sindurmadan oldi garashma Boshdan oyoq g'amzalari battol ekan-ku Joni dildan ko'ngil berdim gunoyimgadir Ishq manzili oshiqlarga hijron ekan-ku Hijron ekan-ku Jahon bo'stonidoniz ko'p bir sanamlar Har biri bir qalbga sig'mas daston ekan-ku Har biri bir qalbga sig'mas daston ekan-ku Daston ekan-ku Va'da berdi bir yar menga yolg'on ekan-ku Va'da berdi bir yar menga yolg'on ekan-ku Va'dasinda turmay yurgan janon ekan-ku Va'dasinda turmay yurgan janon ekan-ku Soy bo'yida uchrab menga qoshin qimirdi Soy bo'yida uchrab menga qoshin qimirdi So'ra bilsam elimizga mehmon ekan-ku So'ra bilsam elimizga mehmon ekan-ku Mehmon ekan-ku Mehmon ekan-ku Mehmon ekan-ku Men Bobomurat aka bilan bir necha yillar davomida yonida haydovchilik qilib, respublikamizning ko'pgina viloyatlarida, tumanlarida, davlat tadbirlarida, xalqimizning yaxshi kunlarida birga xizmatlarda bo'ldim. Hamisha aytib yurar edi. Men shu Xorazmga kelgan paytimda o'zim kelmadim. O'zim bilan birga Bobomurat ismini ham olib keldim deb hazillashib yurar edi. Qarangki, navbatdagi safarimiz chog'ida operator bola bilan bir suhbatlashib qoldim. Isming kim seni? Og'a, meni ismim Bobomurat. Bobomurat aka shunday yonimda o'tiribdi. Yalt etib shu yigitchaga qaradi. Qarab turib, unda seni familiyang kim desam, Hamdamov dedi. Qarang, shu Bobomurat akaning gapi shu yerda ham o'z isbotini topib, boyagi bolani yoniga chaqirib, adash ekanmiz mana. Qo'l berishib qo'yamiz deb shu bolani shunday bir xursand qilib, kayfiyatini ko'tarib, shunday qilib ketgan paytlarimiz ham bo'ldi. Men shu Charjovdan 65-yilda kelib shu Kamiljon ustaga shogird bo'lib, shu yerga tushdim men poyezdda kelib. 65-yilda shundan bana xizmat qilib yuribman mana. Sizlarni qo'shiqlaringizni aytib, bola chaqa boqdim. Sizlarni qo'shiqlaringiz bilan ikki xalqni hal qarshisi bo'ldim azizlar. Xorazm qo'shiqlari bir ulli gücüm bo'lsa, mana shuni bir shaqasi bir yerdan chiqqan azizlarim, rahmat. Sizlar eshitmaganda men ashlachi bo'lmas edim. Xursandlik. Sizlar eshitasizlar qo'shiqlarimni. Sizlarni suvaralaringiz bo'lmaganda, Feruz, segaqlar, chargaq, dugaqlar bo'lmaganda meni ashlat chiqarmadi. Güzel kız menden alıs gitmegil, ey güzel kız menden alıs gitmegil. Yüzündeki kara halını sevip men, yüzündeki kara halını sevip men.
Ben dönmüşem şiirin şeker sözüne, ben dönmüşem şiirin şeker sözüne. Şeker dudağında balını sevip ben, şeker dudağında balını sevip ben. Mən közün məstana, baxışın bağrımı doldurdu qana. Ağzın oymaq olsa dişin durdana, acayip cevahirlərini sevib mən, acayip cevahirlərini sevib mən. Saylarga o'xshar, ba'zi har lahzalar oylarga o'xshar, ba'zi har lahzalar oylarga o'xshar. Jonim algan sho'x dilbarni sevibman, jonim algan sho'x dilbarni sevibman. Kaşların ışıklar yanıda, halın yaraşıptır yanak yanıda, halın yaraşıptır yanak yanıda. Ben seni güzel yarını sevibmen, ben seni güzel yarını sevibmen. Sen ama feelindir yaman, bakmaysan mehrine asla men tamam. Vakıp geldi seni yolunda haman, yürüp men seni köp yarını sevip men. Vakıp geldi seni yolunda haman, yürüp men seni köp yarını sevip men. Canım alan şox dilbarni sevip men, yüzündeki kara halını sevmen. Avvalambor shu Bobomurod Hamdamovning bir Hamdamovlar sulolasining davomchisi ekanligimdan juda ham mamnun bo'ldim. Ko'p insonlar dadam haqida iliq fikrlarni bildirib o'tdi, ko'nglim juda ham yorishdi. Oxiratlari obod bo'lsin iloyim. Hozirgi kunda men Respublika ixtisoslashgan musiqa maktabida ta'lim olaman. Oliy maqsadlarimdan biri shu maktabni oliy baholarga bitirib, musiqiy fanlarni yaxshi o'zlashtirib, bobomni barcha qo'shiqlarini notaga solib, bir Bobomurod Hamdamov maktabini tashkil qilish xudo xohlasa. Amusur surxonim, nasiba konim, beminnat vicdanım, o'zimning nonim. Vatan imanım, cheksiz imkonum, ser quyosh zaminga fido bu jonim, ser quyosh zaminga fido bu jonim. Amusur surxonim, nasiba konim, beminnat vicdanım, o'zimning nonim. Vatan imanım, cheksiz imkonum, ser quyosh zaminga fido bu jonim, ser quyosh zaminga fido bu jonim, jonim.
qo'yoy zaminga fido bu jonim jonim ser qo'yoy zaminga fido bu jonim ser qo'yoy zaminga fido bu jonim karvonim sardori elga ko'zi qosh tinchlikda to'y bazm o'yin kulgi osh ser qo'yoy zaminga fido bu jonim Allohning inomi bizni zaminda nozu ne'mat bisyor quyosh daminda yaratganning amrinda dunyoda bir degay go'zal makonim ammo sir surxonim nasibagonim beminnat o'zdonim o'zimni nonim vatan imonim cheksiz imkonim ser qo'yoy zaminga fido bu jonim ser qo'yoy zaminga fido bu jonim jonim ser qo'yoy zaminga fido bu jonim bu qizga gapiradigan mani so'zlarim borda endi hammamizdan eng yosh ko'rib turibsizlar ko'rinishi ham juda chiroyli go'zal qiz man sizga qizim katta omad tilayman doim yodingizda tursin boboyingiz qanday bo'lganlari xo'pmi doim shu esingizda tursin ishqilib shu hayotda faqat baxtli qadamlarni qo'yib yashang biz sizni tarafdorimiz rahmat bugungi chiqishingizga man hech ikkilanmay bugun mana shu teleekran qarshisida Bobomurod akani muxlislariga u kishini bilganlarga bitta gapni aytmoqchimanki Bobomurod Hamdamov buyuk qo'shiqchi edi Bobomurod Hamdamov buyuk inson va ayni paytda Bobomurod Hamdamov buyuk sodda edi. Uni soddaligidan foydalanganlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi, lekin ishonuvchan. Bu qalbi toza edi. Men bir 50 yillik san'at jurnalisti sifatida aytamanki, bunday qalbi toza san'atkorni san'at olamida noyob hodisa deyish mumkin. Dilim xun, kırmızı yüzlerden korktum. Gülge yüzmekinin gizlerden korktum. Gülge yüzmekinin gizlerden korktum. Adamlar korkarlar yaman gözlerden. Ben ise şu yakşı gözlerden korktum. Gözlerden korktum. Elimnin bir
Sevgini ama sözümün Xudodan korkmagan odamdan korktum Xudodan korkmagan odamdan korktum Xudodan korkmagan odamdan korktum Xudodan korkmagan odamdan korktum Ustoz bitta yagona, boshqa qaytib kelmaydi. Endi ustoz biz uchun, xalq uchun, vatan uchun, bizni yurtimiz uchun tarixga aylangan bir shaxs bo'lib qoldi. Ey sabrim qararim avg'an, ey gul senama ustallam. Ey sabrim qararim avg'an, ey gül senama ustallam. Senin hafızan bilen canımda derman kalmadı. Canımda derman kalmadı. Senin hafızan bilen canımda derman kalmadı. Canımda derman kalmadı. Bomurat aka bir chiroyli iborani aytganda, zo'r san'atkorni sahnasi xalqning qalbi degan. Uni yurakdagi sahnadan olib bo'lmaydi degan. Qarangda. Bobomurat aka ham xalqni, muxlislarini qalb sahnasidan manguga o'rin olgan qo'shiqchi. 1000 yil umr ko'rgil dedi bir oqil. Taajjubla hayron boqdim men unga. Aytishar-ku, 7 o'lchab bir keskil, qaysi odam kirgan emishdir menga. Donishmand tikildi o'ychan bir nafas, so'ngra so'z qotdilar ma'nidin kalom. Inson tirikligi jismi bilan emas, 1000 yilning mezoni qolsa yaxshi nom. Ezgu ishlaringni eling qilsa yod, ikkinchi umrdir yashashdan murod. Shuning uchun ular kelgan davra to'y bayramlar bo'ladi. O'shal damlar bo'ladi. Dillardagi xurramlar bo'ladi. Eng muhimi Bobomurat hamdamlar bo'ladi. Rahmat. Aziz muxlislarim, meni qanaqa yaxshi ko'rsangiz, shu o'g'limni ham shunaqa yaxshi ko'ringlar. Meni o'rnimga shu qolish kerak, Xudo xolasa. Shularni davom qildirish kerak. Hamma qo'shiq incha bo'lsin, afg'oncha bo'lsin, tojikcha bo'lsin, o'zbekcha bo'lsin, hammasini aralashtirib aytish kerak. Qo'shiqni aytib turish kerak, to'xtab qolmasin qo'shiq. Shamani izimni davom qildirishing kerak. Bir maylayni. İki dünya başımızda pervanem, panafkarım otacanım derman. Bağışlayman tende canu cahanım, buzruk varım otacanım derman. Bağışlayman tende canu cahanım, buzruk varım otacanım derman. Bazı açık sınavlar, düşkanıda başka hamdan kıravlar. Dosting men deb sotganida birovlar, madadkorim otajonim derman. Dosting men deb sotganida birovlar, madadkorim otajonim derman. Dosting men deb sotganida birovlar, madadkorim otajonim derman. Dandurilib sanchib qolsa yuragim, hech kimlarga bo'lmay qoldi keragim. Yana o'zim umid bergan tilagim, shifokorim otajonim derman.
yana o'zi umid bergan tilayim shifokorim otajonim derma yana o'zi umid bergan tilayim shifokorim otajonim derma Borligingiz, sog'ligingiz davlatim Alloh menga inom etgan savlatim Otajonim bebaho beminnatim Xaloskorim otajonim derman Otajonim bebaho beminnatim Xaloskorim otajonim derman Otajonim bebaho beminnatim Xaloskorim otajonim derman Siz ham qo'l bergan ustozim Hech bir kimdan topolmagan ovozim Ayobkorim otajonim derman Orzugul der sizga aytsamdir rozim San'atkorim otajonim derman Orzugul der sizga aytsamdir rozim San'atkorim otajonim derman Panohkorim otajonim derman Madadkorim otajonim derman Bugungi ko'rsatuvimizdan, bugungi suhbatlarimizdan kelib chiqib shu bir narsani aytmoqchimanki, kuy avjida uzilmagan ekan tor. Bugun ustozi tori shogirdlarning qo'lida, farzandlarning qo'lidaligi bugun rost. Bugun ustozimiz ruhlari shod bo'layotgan bo'lsa ajob emas. Ustoz haqida har qancha gapirsak ham arziydi. To'g'ri emasmi, Rana opa? Bag'rlari keng. Hammaga mehr bergan, hammaga yo'llama bergan shu yerda o'tirganligi. Biz ko'rsatuvimizni yakunlab, hamma kelganlarga rahmat deymiz. Farzandlariga, shogirdlariga, hammaga omad. Kelgusi ko'rsatuvda uchrashguncha hammanglarga xayr, faqat diydor ko'rishaylik. Sog' bo'linglar. Xotiralar uyg'onsa go'zal. Yoddan chiqmas asl odamlar, xayolanda qaytmoqlik afzal. Ajib edi, o'shal damlar. Yurak bag'ri vayron Jaloliddin Sahril sulton girgan Jaloliddin Qizim ruhim aylasalar hurlikda yashasın el bo'lsin